Turkiyada ham yashash qiyin ekan. 90 kunlik eksperimentimizni bugun 18-kuni. Har kungidek videolarni olyapmiz, qo'yyapmiz. Xudoga shukr, prosmotrlar bo'lyapti. 50 dan oshiq video qo'ydim. 11 mingta ko'rish bo'pti. 2 ta like bo'pti. Shunisiga ham shukr. Bugun fabrikaga bordim. Izlatganlar bo'lsa agar. Fabrikada ham ishlab kelyapmiz. Omon-omon. Qanday do'konga kirsam, shuniki salom qilishim kerak. Oldim. İşlayapman. Yo'q. Qayerga ketyapsiz aka? Bilmayman. Turkiyada ham yashash qiyin ekan.